Talas daryosi bo'yidagi ruhdan ilhom elish kerakki, hargizmi Manas daryosi bo'yidagidan emas.
Ular Xitoylarni Sharq Turkistondan boshlab qo'g'lab, Sabdechimning ichiga tiqib etgan. Assalamu alaykum. Dunyoning har qaysi joylardagi Sharq Turkistonlik qarindoshlar, bugungi vaqtinglar xayrli bo'lsin. Ko'ryapsizlar, Talas Story Mediasi naq maydon tartishning ikkinchi soni. Bugungi aziz mehmonimiz bo'lsa, hammamizga tanish bo'lgan Sharq Turkiston davosida harmay-talmay izchil kurash qilayotgan va Sharq Turkistonning egilik huquqi nomli kitobning avtori Ruqiyat Turishxonim. Ruqiyat Turishxonim, ekranimizga xush keldingiz. Assalomu alaykum. Xush bulduk. Ruqiyat Turishxonim, biz bilamiz, siz Sharq Turkiston mustaqillik davosida hozircha harmay-talmay izchil kurash qilyapsiz. Undan sirtma bo'lgan tadqiqot maqolalaringiz, yana irqiy qirg'inchilikqa oid izlangan reportlaringiz, yozgan reportlaringiz bor. Undan sirt Uyg'urcha yozgan nurg'un kitoblaringiz bor. Ammo eng muhimi bu qatim yaqinda o'tgan yil e'lon qilingan Sharq Turkistonning egilik huquqi nomli kitobingiz. To'g'ri, bugun mushu kitob to'g'ri qisqacha bir tushuncha hosil qilaylik deb bugungi suhbatni o'ylashtirdik. Albatta, bu kitobni bir soatlik suhbat bilan tugatib bo'lmaydi. Alloh buyursa, yana bu kitob to'g'ri nurg'un suhbatdan o'ylashtiramiz. Suhbatimizni boshlasak, mening bu suhbatni boshlashdan burun sizni so'raydigan birinchi savolim, mushu kitobni yozishda sizga nima ilhom keldi va kitobni yozish jarayonida siz qanday shartlarni hozirladingiz? Xalqqa Manda bir qonun var. 637 numaralı kanundur. O kanunda biz başkanın zımını bisvaqda o bisilmeğen zımın müstakil bu gerek. Yani biriniz başka bir devletke verip başka bir devlet yani bir devletin bisvaqda müstakil bu gerek. Belki şu an bu 1945 yıldaki 2. Dünya Savaşı'nın 2016'da muş kanun boyunca 128 müstakilke bulan devletler 7% müstakil bulan. Ama başkanın zımını iştirdiğini, öz hukuklarını talep kılıp, bisilmeğen zımını hesaplamay, İqtisman devletinin ayrılıp çıkınan müstakil olmak bulan 171 müstakillikinin 85%'i 945'ten 2016'da müstakil bulanmadı. Şununla ben bu sizni çağırdım. Bu en al biz özümüzdeki halklarda neymoğanlık inik gözümüz gerek dep oyladık. Buna oyladıq. Çünkü bizim siyasi kimlikimiz vurmulub ketiyotdu. Yani Xitay bu vurmulab asıl millet göstərdi. Ondan keyin baş akademiklar, Arab mediası ve xalqaro dünyanın mediası bizni asılıq millet yoki indigenous people da özümüz indigenous people report yazdık. Yani UN people indigenous kategoriya kirib qolmaydi. Biz Sharqqa indigenous derlik. Lekin UN kategoriya aldığımızda reportlarni yazdık. Şu bu siyasi kimlikimiz bütünlüğü vurulub ketdi. Ama kimlikimiz var, to'g'ri etnik kimlikni, yani kültürel kimlikni Uyghur yani bir etnik millet yani emnisildi. Ama bizim siyasi kimlikimiz bu müstakil buluşumuz ait bir tasdik. Şu an bu vurulub ketgan siyasi kimlikni asli keltirish, yani asli keltirishimiz xalqlarda to'g'ri bir şekilde o'tirib qo'yish. Yani qonunlar orqali bunun bizim qonun kimligimiz ekanligini, yani qonuniy haqqimiz ekanligini bir bisilmeğen zımın ekanligini, müstakil bizim qonuniy haqqimiz ekanligini ve şuna bu haqqni meşrulaştırışımız gerekligini ciddi sağlamak için bu kitapni yazıp karar kılıp yazıp Unda olsa bu kitapni yozish jarayonida xalqaro qonun nuqtasi bor ekan, tarixiy nuqtamiz bor ekan, umuman irqiy qirg'inchilik nuqtasi bor ekan, Sharq Turkistonning bisilmeğen zımınlığı to'g'riliq, yani boshqa jihatdagi bilimlar kerak ekan. Undaqda siz bu kitobni yozish jarayonida shu sharoitlarni qanday hozirladingiz? Masalan, xalqaro qonun nuqtasida aslında bir nuqta emas, anlatgan shu tarixiy jihatni qanday izlandingiz? Sharq Turkistonning tarixi degandek-chi.
Xalqaro qonunlar nihoyatda murakkab. Masalan, buni ichiga bir qonunni yuvib elib mundaqda bo'lmoqda bo'ldi degani bo'lmaydi. Chunki boshqa bir qonunda uni inkor qilgan yoki uni munosabatlik boshqa narsa bo'ldi. Uning qonunlari hammasi ham qonun emas. UN Charter qonun binding qildi davlatlarni bog'lagan bilan law enforcement cho'qim majbur qilish yo'q. Uni xavfsizlikdan 5 davlat qonunni 5 davlat qaror ilib aralashishimiz desa enforcement ya'ni qonun ijrosi majbur qiladi askariy kuchlar bo'lmasa majbur qilolmaydi. Ammo bundan tashqari qat'iy kuchi yo'qmi qonunlarni deganlik emas. Xalqaro qonunda masalan UN Charter qonun, conventionlar qonun chunki u convention treaty deganlar ular shartnomalarga ularga davlatlar qo'l qo'ygan, ratify qilgan, bunda qilgan bo'lsa, buni majbur ya'ni bir qurol kuchi orqali xavfsizlik, besh davlatlarga xavfsizlik kengashi majburlangan taqdirdami diplomatik munosabatlar, savdo munosabatlari, undan keyin iqtisodiy besim, sanksiyalar. Bular orqali majbur qila oladi, bu qonun kuchi bor. Ammo umumiy yig'inda bu umumiy yig'inlar qonunlari ular resolution deydi, ular davlatlarni bog'layamaydi. Mecburlar cuman sadaq. Onun deki declaration'lar da principle yani prensip çok meşruiyet ama bütün devletler boysunuş geliştirmek ve legitimate'ler doctrine principle mesela insan hakları declaration oluşu Jakarta oluşu. Lakin bularını devletlerine bağlayamadan bu bir prensip, doktrin ve meşru başka legitimate başka. Bütün devletini yani sen bunun elfini sadep mecbur kıldı. Lakin kural artık mecbur kılamaz. Ama şu kanun aslında devletin devletinin kanunlarını çıkardı. Şunu bu kanun mürekkep olmadığı için bu bir kitabın yazısı için bunu özel kanunu araştırıp karaplan kılamadı, yazamadı dedim. Çünkü nurgun ufkumlar o yerde. Latince'den, Fransızcadan ilan halka kanunda. Şuna İspanya'da Katalonya Üniversitesi'den aile şirketinden berip okuyamadığım için Poranlık okuyduğum yavrulardan taptım. Amerika tersini o doğrusu tapağım belirlediğim kanunlarını. Aşağıdan mesela bazı expert diplomat geliştirdim. Ben o diplomda hakkında çıkıcı okudum kanunlarını. Pekçe ben de karanlıklarını, ben fakat şu öz taqdirini öz belgeleş kanunu bilen James 40. kanunu işkisini okudum. Hazır diplomunu special yani expert diplomat ismini öz okudum. Ve o hakkında Master of Diplomacy de geçiyor. İşkisini okudum. Şunu okudum. Kitabını izledim bunu. İşkisini okup onun bir kanundan düşündüğümde ki bu kitabı yazdım. Bu kitabı fakat kanunla yazıp olmaydım. Nurgun Xitay için ben araştırdım, izledim. Mesela Sunjong Fenji, Sozong Fenji yani bizne bu dayılar falan günlük hakkında günler yapan müşahedesine kolonyalık kursu özün ağzını yemeler geldiği için bulan birisini izledim. Onun başka ders materyallarını kardım. Ondan keyin İngilizce materyallarını çıkardım. Bu birinchi bo'lmoqda biz Sharq Turkiston Jumhuriyatimizdagi Xitoy PRC kommunist Xitoy kirgan vaqtida qanday to'xtamlar bo'lgan, taqshirlar bo'lgan, so'zlar bo'lgan bu to'g'rida bizning butunlay bir dokumentlar bor. Ularni hammasini asab izlanib chiqmay shuni izlab kitob yozdim. Daha bu kitabın izleyicilerine özünüz xalqaro qonunni o'qidingizchi, unda siz o'zingizni xalqaro munosabat o'qigan bir o'qish tarixingizni unda siz shu irqiy qirg'inchilik to'g'riliq va kitobni o'qigan vaqtimda olgan ma'lumotdan siz nurg'ulg'an shu irqiy qirg'inchilikqa shohid bo'lgan Sharq Turkistonliklarni ziyorat qilibsiz. Vatanning ichidagi va sirtidagi, shundaqmi? To'g'ri. 2018 buradayman reportning vaqti shu vaqt şu reportu yazma vaktinde kırmızılık topladık. 300'e yakın materyal topladım. 300'e yakın adam. Adam sanı boyunca hesapladım 300.
Lekin aile bo'yicha kitaplarni az bilish mumkin. Nurg'un intervyularni qildim, keyingi report qildim. O kitobni saytga kirgizsam, bu intervyular qildim. Undan keyin bu intervyularni chiqdim, bir-biriga selishtirdim, qayt intervyu qildim, chunki qilish uchun bunday ayol selishtirdim, baqlan intervyusidan selishtirdim. Aşağıdaki bu credibility yaxshi imijga data buldum değil mi? Bundan xo'sa, biz shu Sharq Turkistonliklar to'g'riliq yozilgan tarixiy kitoblar bor, materiallarni nurg'un. Bunda sizning yozgan bu kitobingiz, ya'ni Sharq Turkistonliklarning egilik huquqi, Sharq Turkistonning egilik huquqi degan kitobingizda boshqa shakldagi kitoblarniki, boshqalar tarafidan yozilgan yozilgan kitobning farqi nima? Bence mevcut olan kitaplarımdan hiç de yok ama başkalar bilmem. Türkistan'ın tarihi doğrusu nurgun kitaplar yazıldı ama siyasi kimliği doğrusu da kitap yazılmadı. Yazılsın Uygurca yazılgandı, lekin halkara kanunlar adlı meşrulaştırıp, kanuni hukukumuzu ispatlayıp, tarihi hukuklarımızı bir yere gelip durup kitap yazılmadı diye koyayım. Şunu şu tüh bu falan de koydum bence. Mening o'zimning tushunchisida, garchi bugun bir riyosatchi bo'lsam, kitobni o'qib bir shay suhbatimda o'zimning tushunchisida hozirgacha bizning Sharq Turkistonning mustaqilligi to'g'ri, egilik huquqi to'g'ri qonuniy jihatdan tahlil qilib yozilgan kitob yo'q. Mayli chet elliklar tarafidan bo'lsin, mayli Sharq Turkistonliklar tarafidan bo'lsin. Sizning kitobingizni tunji shu nuqtadan bizning mustaqilligimizni shu nima xalqaro qonun nuqtadan tahlil qilib va bizning mustaqil huquqimiz borligini yozgan kitoblar qarayman. Agar xato bo'lsa, men bir tushunchaga aytib to'g'rilasangiz bo'ldi. Bence xalqaro qonunla yozgan birinchi kitap. Undan keyin shu kitobimizni o'qigan vaqtimda bizning Sharq Turkistonimizning xalqimizning besilgan ulus degan jihatni yozib, siz mush to'g'riliq sizning qanday bir isbotingiz bor. Chunki o'zimiz bilamiz, umr bitim imzolangandan keyin nurg'unlar bunday o'ylaydi-ku. Sharq Turkistonni tinch oldi besib oldi. Shundan so'ng Sharq Turkiston Cumhuriyati yo'q bo'lib, bir o'lkalik darajalik bir yer aylanib qolgan. Shuni biz besimga o'z qilmaymiz yoki bo'lmasa Xitoy tarafidan shunday tinch ozod qilingan degan xato bir falselanadi, xato bir tashviqot qildi. Shunga qarata bir tushunish bergan bo'lsangiz. Avvalini yaxshi kelmayapti deb menga nima qilyaptimi? Men ovoz yaxshi chiqmayapti deb nima qilyapti? Men bir minut vaqt bersanglar, bir ovoz yaxshi chiqyapti. Qaysimizdan ovoz yaxshi kelmayapti? Ruqyada ishxonam shundaqmi? Ovozingiz uzib og'mayapti. Ambuchi yaxshilardan bu yaqinroq ketsam yaxshi anlamdikan. Ya, yaqinroq tursangiz yaxshi anlamdikan. Bizniki xalqaro qonunda bu Sharq Turkiston besilgan zaminamiz Xitoy tinchlik bilan ozod qilgan Xitoyning tashviqoti bor. Baştan değil. To'g'ri. Shunga buni bir yebi kerak. Bu kitobning yana bir rolimi shu maqsadimi, Xitoyniki butun mushtarilgan tarix olgan sarflarga raddiya etamiz. Xalqaro qonunda yuti positivist juris doctrine deydigan doktrin bor, prinsip bor. Buningda asan bir zaminni bir davlat boshqa bir xalqning yo'lini besib olgan bo'lsa, o imperial bisvoldu kolonizatsiya mustamlaka davrida. O imperial o zamandan chiqishdan burun shu zaminning xaritasini bu zaman bu yerda chiqqan mal davlatga mansub deb bo'lib bergan, yozib bergan bo'lsa, ashundan siz bergan shu davlat shu yerda hukumatning shunday bo'lgan. Masalan, Angliya chiqqandan burun Hindistonga buni men de to'g'ri ashu imperial chiqqan biz bilan Mao Xitoy kommunistlarning o'ttirsida aqtaya. Biz bilan ham Manchu imperiyasi isvagan bu Xitoydan burun, kommunistdan burun Manchu. Manchudan aşağı bir kelishim bor. Bular Komindanga Manchu hukumati shu o'zi yangi Manchuning emisi bular
bütün bildirilgan border, yani Tigradagi, Tibet, Mongol, Sharq Turkiston boshlarni Gomindan hukumatiga o'tmoqda. Sen olsa bo'ladi deb ingliz bor, ismini qoldim. O'niyaldi ismi. Shuning bir kitobi, shuni naql qilib bularda berib tikadi. Lekin bu kitobni shunday naql turgan altında bir qog'oz Gomindanga bergan. Shunda bir narsa qo'l qo'yilgan, imzo qilingan bir narsa yo'qdir da. Onun üstüne o kitabın yazdığı adamın bütün Xitay meselesi dayangan, Xitayning ağzı bilan gap qilgan bir kitap o'qib chiqdim. Shuningga bu gap legitimate emas. Onun üstüne Gomindan bergan taqdirmi yanılar hem qonunluq hem legitimate her şey emas. Yani yanlış emas, yapamaz. Çünkü bu doktrin bo'yicha bu yer chiqqan hukumatga, davlatga bu zaminni berish kerak deyish to'g'ri keladi. Manchu o çağda kimge berdi? Mesela bir Gomindan çıktı bir hükümet olup, ma Kumçanda Xitay komünistleri mi bir hükümet olup üye çıkılaldı. Tibetliler özünü dövdü bayırda, Mongol'un dövdü. Sharq Turkiston biz özümüzün bir devlet bulduk o yerde. O yerde çıkan bir tal Xitay emas ki, bir tal Gomindanlar onu itiraf edip, onu halka itiraf edip, onu beriş doğru ketti. O legitimate emas, meşru emas. Sharq Turkiston halkını itiraf etmeydi. O dünya itiraf etmiş, senin diyen takdirdim mu? Kanun onda yazıp olan takdirdim mu? Bu legitimate emas, meşru. Çünkü biz itiraf etmeyiz. Biz bu yerde Sharq Turkiston zamanında Sharq Turkiston degan bir devletni kurgan. Şununla bu Xitay kirgan vaqtda bu yerga. Onun üstüge bir hükümetni qo'lidan olmoq. Bu yerde bir hükümet ya bir devlet yok. Gomindanning militaristleri var. O militaristlarning bu yerde state kurmoq. Birden Stalin tarafı turgan, birden Gomindan tarafı turgan, birden özleri öz aldığı padişahı tek bir devlet var. Bu şu yerde bir state olup şekilde mi Montevideo Convention bir kanun bakılmakta onun şartları var türlü. Bizim Sharq Turkiston Cumhuriyeti bu şartları çıkıyor ama bu Gomindanlar onun uçmaydı state emas. Ama biz Sharq Turkiston Cumhuriyeti kurgan onun uçuşumuz. Haritada geçmez bunları ben sizge öğretmiş haritini. Tamam. Mağun bana başlayın. Bana Mağun Mansıvalısının haritisi. Xitay Komünistik Partiye zimin kim kayarı qaysi ziminlar mening bilsem muşu ziminni mening desa bo'ldi. Çünkü muşu Mansıvalısının haritisi Xitayning haritisi Xitay bugungi Xitay shu territoriyaga u atrofdagi hech narsa qayg'urmas emas. Yana bir takdirni qilamiz. Mana Mao Xitoylardagi Gomindanning haritisi bu. Bunun da komünistlarning egalliga yeri deb ko'rsatgan. Jurnalda to'g'ri 1900 qancha yilning kelgan harita esimda yo'q mening 1932 yilda. 32 yil harita 32 yilda bu nima Gomindanning harita ama komünistlar yani hozir bugungi PRC People's Republic of China qurgan komünistlar tilini deb ko'rsatgan harita. Bu yerda yo'q. Yana bir haritani aytaman. Mao Amerika'nın şu çağda çıkan haritası. Bunun da mı ben ko'rsatgan bu 1934 yılı. 1934 yılda çıkan. Bu Gomindan'ınki yani Xitay Gomindan var. Bularınki kontrol qilgan zaminlarida çıkan. Bu yerda mı Sharq Turkiston bu mustaqil Altın Mongoliya var. Bu Tashqi Mongoliya o'xshash bir shaklda sizilgan haritasi. Yana bir haritani Mao Yaponiya çıkargan haritası. Ben köremde kaçıncıda umarız bu harita. Onun da yıl sanı yokken. 1930. Bravo. 1930 yılı. 1930 yılında Yaponiya haritası. Bu Yaponiya haritası mı? Bu National Stereotip'leri şu vaxtdaki xalqarada bu Gomindan e'tirof qilgan mı? Ularning territoriyasini ko'rsatib qizilsizlash chekdi. U biz Sharq Turkiston uni ichida emas, Xitoylar ya Gomindanga ya Gomchanda Xitoyga hech qachon mansub bo'lgan emas. Bular ishga kirib. Endi bu birinchi bu Utilities Juris Doctrine degan Xitoy xilof qilib, violation qilib ya u meni birdan bir ayrilmas zimini
Müşa imperiyadan keyin manchu yemirilgandan keyin manchu yemirilgandan keyin bu xaritani ko'rsatdi. Nerede Şarkı Türkistan Sinan buldu. Hiç banda bir ispatı yok Xitay'nınki. Onun için Xitay xalqaradagi territorial integrity law shartniki xalqaro qonunninki ikkinchi qonunni 4-moddasida xilof bo'ldi. Bunda nima davlatlar bir-biriga tajovuz qilmaslik kerak degan. Ammo shu vaqtda Sharq Turkiston Cumhuriyati qurilgan. O Cumhuriyet'teki bir devletti, yani Montevideo Konvensiyon'daki 4 türlük şirketli. Bir zeminde bir devlet kurulgamız, şu devletin özünün, şu devletin ikraf kılgan bir halkı gerekli. Bizning xalqimiz Uyg'ur va musulmon Türkler, bizning Sharq Turkiston Cumhuriyetini itiraf qildi. Sharq Turkiston hech qachon Gomindani militaristlarining yoki Manchuni, onun burun tajovuzchilarning yoki Xitoyning kommunist davlatini itiraf qilgan emas population bu zaminda. Bu birinchi shart davlat bo'lishni. Chunki Sharq Turkiston Cumhuriyatini bu itiraf qildi. İkincisi bu yerda bir davlat bo'lishi, davlatning itiraf qilinishi uchun, state deb itiraf qilinishi uchun deydi Montevideo Konvensiyonida. Nima bir demek Çoğun bir territoriya bo'lishi kerak. Bu Sharq Turkistonning territoriyasi ayrimli bir territoriya. Aydınçı. Bu teritoriya bu endi bor bizim. Uningki hukumatdan bo'lishi kerak. Hukumat qurilgan. Sharq Turkiston Cumhuriyati shu territoriyaning ichida qurilgan, oliy maktablar bo'lgan, doktorxonalar bo'lgan, askariy kuchi bo'lgan armiyasi, o'zining puli bo'lgan, pasporti bo'lgan shunday bir hukumat qurilgan. Uningki 4-chi shartda cho'qim boshqa devletler bilan yani münasebet, diplomatik münasebet, krallik bo'lishi kerak. İşte diplomatik münasebet bo'lgan bo'lishi kerak. Yani Sovet İttifaqı'ndan diplomatik münasebet bo'lgan, So'da münasebetler bo'lgan. Bunun çok ma'lum devletlerden diplomatik münasebet bo'lishi kerak degan shartni qo'yamadi. Chunki bu diplomatik münasebet degan bir nima politikal siyosiy masala. Chunki devletlar bilan münasebet qiladi. İşi kamilsa siz bilan qilmaydi. Shunda bo'lgan uchun bu ikkinchi shartga uygun kelmay xalqaro qonun bor. Yani Xitoy bizga biz bir davlatdir, ya'ni biz Montevideo Konvensiyoni tushirgan bir jumhuriyat tajovuz qilib kirib bu davlatga xalqaro ikkinchi charterniki xalqaro ikkinchi qonunning 4-moddasi bor. Xilof qilib bizga shu vaqtda o'z vaqtida tajovuz qirib bu infrastruktur. Bunu yo'sin. Ben tajovuz qilib qilmadim. Tinchlik bilan azaldim. U yerda urush bomba 11 bitim imzolangan. Urush to'xtagan keyin davlat degan bizni yo'qolib ketgan bo'ldi. Men bir davlat kirmadim. Bu quruq yerga kirdim deydi u indigenizlarning Teheronga kirdik deganda. Quruq davlat bo'lmadim. Shunga tajovuzchilik hisoblanadi deydi. Bu degan şeyler neymiş gelmiyor. Hazır bu yer bu xalq bu 11 bitimni itiraf qilgan. Onu faqat Ahmadjon Qosimovich qatorli bir nechta berib, shu yerda sulh etilsa, setilib imzo qilgan. Lekin buni xalq itiraf qilgan emas. Sharq Turkiston xalqi hech qachon bu 11 bitimni itiraf qilgan emas. Qarshi chiqqan bu xalqning orzusi bilan, qo'shinishi bilan bo'lgan ish. Shunga buni legitimate demaymiz. Ya'ni mashru emas. Bir narsa dunyoga vizibilliklar bu ya mush mashru bo'lmuş haqiqatda mushta isbotlandi 11 bitimga imzo qo'ygan mushta isbot bo'lganligi uchun bu narsa mashru bo'ldi degan olmaydi. U kam turda itiraf qilinsa, qabul qilinsa mashru bo'ldi. Sharq Turkiston buni hech qachon qilmadi. Shunga unda qo'shimcha bir savol qisdiray Ruqiya Turishxonim. Siz hozir xalq e'tirof qilmadi dedingiz. Xalq e'tirof qilmasa bu yerda qo'zg'olonlar bo'lishi kerak yoki qarshilik ko'rsatish bo'lishi kerak. Bundan tajovuz qildi dedingiz. Unda ularning tajovuz qilganligi to'g'riliq bir isbot yoki xalqaro qonunga bir xilof qilganlar bo'lsa, shuni bir isbotlab bilan bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Chunki bu yerga kirgan vaqtida masalan siz Janji Jumhuriyatni ko'rsatasiz. Evet, bu e'tirof qilinmaganlik. Mana Janji Jumhuriyatda qatnashganlar o'z vaqtida rus konsulligi yozgan. Bu yerda bular 11 bitimga imzo qo'ygan bilan hech qachon amaliyleştirilmedi. Sharq Turkiston Cumhuriyati mavjud bo'lib turadi. Hatto
Bağatanınki valisi bana yazıp xatımı Şərqistan Cumhuriyeti'nin tamgısını qo'llab. Ular boyaqdan amaliyotda qat'iy iqror qilmadi, bu narsa qag'az qoldi deb yozdi. Mavi Janjijonlar yazadi. Demek bu narsa iqror qilmagan yer isbotlanadi. İkincisi bir narsa u qag'azda yozilganligi bilan bu isbot cho'qim bundaq bo'ladi deganim bo'lmaydi. Masalan, Polsha'niki Kurzemlayn bor. İkinci Dünya Urushu'dan keyin Churchill Polsha'niki Türk hükümetinin lideri deydi. Senin var yerini Stalin baş yerimini berib etmişsek, Stalin biz bilan ulaşmaga onu qutqizib qoldim desam, mushuni Stalin berib eləydi. Şu vaqtda Polsha liderligini men mening vatanparvarligim vatanimning yerimini berib etgidek darajada suyuqlanib yo'qolib ketgani yo'q. Qattiq qarshi Polsha to'xtamay turdi. Lekin Churchill sen crazy ekansan. Bunda desang sen hech qaysi yurtdan ololmaysa, hammalar o'lib ketisizlar. Bunda qilgacha davlatning yerimini berib yalta uchun shartlarni. Keyin biz Germanlar tarafini sana birimiz garib uchun Germanlar shartlarni boshladik. Lekin Stalin berib vaqtida u Germandan atlanmagan. Urushda g'alaba qilsak, birimiz shu Stalinda ham bizlar shuna bir da'dim bor. Keyin Roskovets amalga oshirdi. Nimishdan qolgan chunki bular Kurzemlaynni Polsha xalqi qat'iy e'tirof qilmay, to'xtamay kurash qilg'ashqa bu narsani keyin German yerimini oldi. Hozirgi qarasizlar, shu Latviya, Belarus, Ukraina deganlar shaharlarni asli Polshaning. Buni asli Kurzemlayn bo'yicha qilgan. U Kurzemlayn tarixda qoldi. Çünkü Polsha xalqi to'xtamay partizanlik urushida to'xtamay qarshi. Shuning uchun bizning Turkiston xalqining u bitini e'tirof qilgan emas, to'xtamay turgan. Shu vaqtda Janobdan nurg'un qo'zg'algan bo'lgan. Jangjojing o'zining xitibini deydi. Undan keyin bizning ko'k to'qay vujudimi shundacha qo'zg'algan. O'tan 50 necha qetim qarshilik ko'rsatgan. Bu qarshiliklar odatda xalqlar, kichik bolalar yoki ayollar qilgan emas. Şu vaqtki Sharq Turkiston Cumhuriyetining milliy armiyasi qilgan. Bunda qatnaylik armiya bilan armiya urushmasa, urushga hisoblab, urushga kirgan hisoblab deb turib oldi Xitoy millatidan. Qurollantirdi u qo'zg'algan xalqqa. Shu milliy armiya Sharq Turkiston xalqining armiyasi qarshilik ko'rsatmayapti. Undan keyin agar bo'pti, unimi deyli, men tinchlik bilan kirdim. U yerda urush bo'lmadi, askariy urush bo'lmadi deb turib buni isbotlayolmaymizmi deydi. Undan diyanmaydi Xitoy. Nemishga desa Xitoy askar bildirdi. Xalqaro qonunda birisining davlatiga, birisining ziminiga sen askariy kuch bilan kirsan, tajovuzchi hisoblansan. Bu endi chunki Xitoy Bintonni qurdi. Bintonni hozirgacha quvvatni yo'qotmaydi. Bintonni 70 ming askar bilan kirgani aniq. Ürümçi Radyosu'da 1952 yıl ilan kılgan 150 ming to'polonchini bostirdik, o'ldirdik deb e'lon qildi. Bu to'polonchi kimlar? Shu bizning Shahriston Cumhuriyetidagi askarlarimiz, xalqimiz qarshi chiqqanlar. Shular bilan Allah o'zlari de. Demak, bu urush bor, o'lgan son bularning bostirgani kimlarni bostirgani noytini. Undan keyin Wang Jinning 70 ming askar bilan aniq rasmiy Xitoyning armiyasi kirgan. Undan keyin 52, 54, 66 170 ming Bintonni ya'ni amaliyot qurolli askar bo'lganisi bo'ldi. Askarlarni bular hali Xinjiangni develop qilamiz degan shuar bilan bu yerga kirgan. Xitoy bu yerga qurolli kuch kirgandagi uni hech qachon tinchlik bilan ozod qildim bu yerga bular etilib meni qarshilik kirib tinchlik bilan bu yerni ketib oldim deyamdi Xitoy. Meni avval o'zimga yenib kelyapti, boshqalarga inib olmaytamdi ya. İbn Xodin bize yaxşıroq lekin yanılamash uzluq qilishimdan yenib ketishman. Mana bir ishni aslatdi deganlar hattoki shu Xitoy madaniyat inqilobi qo'rqqan mezgildimi? Bizning Sharq Turkistondagi yoshlarimiz bir qism buning ichida men bildigan tag'amim bor albatta. Sharq Turkiston yoshlar tashkilotida qatnashib, shu Sharq Turkistondan keyin shu mustaqillik harakatiga qatnashib shu vaqtlarmi? Jumladan anlaydi shuni men bu tag'am shu turmadagi kirib ketgan. Demakki, bu qarshilik harakati davomli bo'lib kelgan.
Şərq Türkistan müstəqillik iradəsidən bizni xalqımız imkanı. Undaq olsa yana bir sual, siz şu kitabınızın asası şu xalqaralıq qanun nöqtəsindən yazdınız. Undaq olsa, hazır biz bilgəndək Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının Xitay kirib oldu, əmisini egərləb kontrolluqqa ega oldu. Undaq da bu xalqaralıq qanun hazır aqandı. Bizim şu müstəqilliyimizni xalqaralıq qanunga tushirish imkoniyati bormi hazır? Əhəmiyyəti nima? Çünki bu xalqaralıq qanunlarni Xitoy egərləb oldu bütünlüğe diyemeyiz. Çünkü bu bir Xitay'ın bilen bir devletten kişi bilen Xitay diplomatik münasebet ihtiyacı var. Nurgun devletlik ihtiyacı var. Amerika dünyanın yokluk yetkini yok. Amerika'nın dünyanın 800 yerine askeri gücü var. Military base. Xitay'ın tecrübeli de bu değil mi? O buncelik derecede Xitay dünyanın ilerlep getiriyor. Halkta ama bütünlüğe Xitay'ın aktivlerle birlikte de çünkü bu halka kanunu özgürleş imkanıdır. Bir kanunu özgürse yeni bir kanunla yeni bir nesile olucu bu tutuşturuyor. Bir kulaklaşmasın. Çünkü bu özgürlük ona benim kılma değişimi ve bu özgürlük bütünlüğe dikkat edip yeniden bir sistem kurup çıkış gerek. Çünkü Xitay New World Order yani yeni sistem kurup biz bu hazırda bu demokratik devlet sistemi garip kurgan sistemini biz itiraf kılmayız. Xitay'ın Kensha ideolojisi boyunca Xitay'ın bir sistemini şu dünya kurguzumuz ve küçük o onda asanmaydı çünkü hiç kim Xitay'ın Kensha ideolojisi diyen bütün hemisi bütün dünya benim aklımda bulsam ben sentede bulunma deyken bunda ideolojisi var. Hem kültürel kaygılanmaydı Xitay'ın kültürü onçilik güçlemez canıp etkiler. Hem askeri tehlikeye bağlı. Çünkü Xitay'ın birinci düşmanları var. Bunu bu karşıtlar, karşıtlardan başka devletler var. Bu onda tam buldu. Onun halk kanunlarına bayağı da gerçi devletlerini halk kanunu yani çarpılarının, şartlarının bağlı var. Sen mahkum kılırsan, kılırsan biz sana cevazlık kılırsan. Kosovo kadar da cevazlık kılırdı. Şu kanunlar kıgalık için onda olsa xavfsizlik kengaşının kararı edip biz kirimizde de olmagan ki Amerika özü kirdimden karar edici Amerika başbuluş karar verdiler. Yani bu devletlerine şu 171 devletine diye ben bayağı dedim bu devletimiz müstemlikiden kurtuluş için kuruştan xalqlarına ki 85% müstakil bulamadı ki yok. Lakin müstakil boğanlarım onun için bisilmeğen zeminde etrafında müstakil boğan siyasetten hakkımı özülen kaldığı müstakil boğan kurallık güçlü boğan takdirde mi kurallık güçlü bir taktika aldı. O fakat vaktin tutuş yoki mecburlash devletlarni shunday qilishga rolini o'ynaydi. Shu eksternal kuchlar, tashqi kuchlar xalqaro qonun bo'yicha orliqligi uchun mustaqil bo'ldi. Shuningga bu xalqaro qonunning butunlay kuchi yo'q deyamaymiz. Hatto davlatlarni bog'layolmaydigan prinsiplar, doktrinlar, undan keyin qaror declaration, resolutionlar, undan keyin kararlar. Bularni hammasi gerçi devletlerini binding qilib bağlayamagan bilan nayt cho'ng kuchi bo'ldi, qanday kuchi bo'ldi desa reputationga ta'sir bo'ldi, siyosiy munosabatlarga ta'sir bo'ldi davlatlarning. Bir davlat bir qonunlarga narsa amal qilmaydi, o'zim bilganini qilaman desa, u boshqa ham ma'qul, sen o'zing bilganini qil, biz senga qilamiz degan deydigan unda bir ish bo'lmaydi. Shunga bu muhim diplomatik jargon. Onun vaqti kelib mustaqil bo'lish to'g'ri kelganda u urushlarla bir yangi ilinishmi boya demak unda oson emas. U urushning kelib yana shu diplomatik munosabatdagi qonunlarga qaynish kerak, qonunlarni o'tirib qo'yib ishlarni bajarish kerak. Ya'ni buning kuchi bu xalqaro qonunga butunlay bu sistem yo'qolib ketmayapti. Qonun haqiqatan yo'qoldi. Rahmat. Ve kitabınızı okuyan vaxtında siz mındaq yazıbsınız. Şərq Türkistan'ınki xalqının nəşriyyəti doğruluqçu. Muşini Xitay yoxutuş üçün hazır irqi qırğınçılıq edib veriyordu deyibsiz.
Undaq bo'lsa Sharq Turkistondagi mustaqil bo'lishi qonunli huquqidan sirt yana mashruqliqni bunga berib taqishid ekan. Mush to'g'riliq bir tushuncha bergan bo'lsangiz, endi irqiy qirg'inchilik qanday qilib Sharq Turkistonliklarniki mush mustaqillik, egilik huquqining mashruqligiga ta'sir etkazdi? Bu Sharq Turkiston egilik huquqi asl qonuniy huquqimiz. Buni xalqaro qonunlar bo'yicha o'tirib qo'ydim. Lekin xalqaro qonun bundan bo'lsa mustaqil bo'ladi, bundan kerak deb bayonida kirish tartibiga biz tushgan bilan, ya'ni mashruiyat degan bir narsa bor, qonun boshqa. Mashruiyat degan buni dunyo e'tirof qilishi, xalq e'tirof qilishi, umumiy justify qilishi kerak. Ya'ni shunday justify qilishi. Hozirgi bizning siyosiy kimligimiz justify qilinmadi, deganimdek media, xalqaro media o'xshash aynan og'zi bilan burilib ketdi. Bu bir muloqotni bizning o'zimizning qonuniy huquqlarini, egilik huquqlarini o'tirib qo'yish qilib mashrullashtirishimiz, qabul qildirishimiz kerak. Mashrullashtirgan bayonimdek hamma tarafning bir axloqiy nuqtadan, ya'ni mal to'g'ri, bu haq cho'qim mushta bo'lish kerak deb qabul qilinish hisoblanadi mashru. Yani şuna bakta bu meşru olur. Ama bizimki de undaq qabul qilinadi. Hatto o'zimiz xalqning ishidimi, o'zimizmi Sharq Turkistonning mustaqilligini, mustaqil bo'limiz, mushta bo'lishimiz kerak, bo'lmasa bo'lmaydi deb mashrullashtirdik. Buni aniq qabul qilib mustaqil bo'lishimiz kerak. Qabul qilmay biz bo'lamiz mustaqil. Bizning qanday bo'limiz, hech qanday kuchimiz yo'q bo'lsa, kuchlar tutadi dunyoda deb buni mashrullashtirdi-da. Mushtada mayuni tutayli, ayuni tutayli, ishni qilib turayli, ishni qilib turayli deb bizningki avval butun xalqniki bir milliy aspiratsiya, milliy orzusini mashrulashtirish o'rtaga qo'ymadi. Bir davlatning mustaqilligining birinchi qadami avval o'zida mashrulashtirish. U xalq o'zi mustaqil bo'lishni xohlamasa, boshqadan nimaga qanday masalan bayonida nurg'un mustaqil bo'lganlar tashqi kuchlarning yordamini oldi. Bu tashqi kuchlar kimga yordam qildi vaqt mustaqil bo'lishni xohlamasa, oldiga kelgan mustaqil bo'lamiz demasa, qanday yordam? Hozirgi kelguchi masalan makni so'zlab ketdim mumkin bu Sudan, Estadi, Ispaniya, bularning ichidami 80 parcha narsa ketganda qanday birlari kommunist, birlari liberal, ko'pma Estadi İspaniya hatta mustaqillik kuchlarini kontrol qilib berib, setib berib, ashaqanki bular nihoyatda gurumlab vaqt kelganda biz mustaqil bo'lmaydik, aqlliq ko'p bu xalq natijaga bo'linib ketgan qarang hozirgacha mustaqil bo'lmaydi aslida. Asli mustaqillik yo'lida hammasi birlikda ilerlegan bo'lsa, buni mashru qila olmasa o'zimiz. Uningdagi xalqlarni mashru qilamiz. Mashru qilamiz yani mustaqil qo'ydi deganlik emas. Qabul qilib buni xalq bu xalq mustaqil bo'lishi kerak degan bir narsa umumlashidir. Bu narsa hozir avtonomiya qilamidi, masalan Sudan qarshisida Sudanning tajribasini o'rgansizmi, mushu qilgan musha egilik huquqi mustaqil bo'lishda maydonida birlik kamligini chiqarish bo'lingan ekan, tashqi kuchlarni bilmagan o'zingiz nimani orzu qilsangiz shuni o'tirib tashlab ko'tarib chiqsa shu bo'yicha bo'ldi. Manga yo'lingizmi hozir ishni qilib turaylik, qilayotgan ishimiz mushu deganda shu qilayotgan ish jarayon shu yutadigan nishonli mustaqil bo'lamiz deganga moslash kerak. Uning moslashdan xuddi bir asonlik millatdek, xuddi bir kichik bir Xitoy bilan birga borar haq huquqlarini olib yashasa bo'ladigan millatda shu şekilde davlatlar şu yerden davranıyor. Şu an biz neyimizin etmemiz gerek. Bunda olsa Sharq Turkistonning mustaqillik yo'lida xalqaro qonunlar bizning mas'uliyatimizning cho'ng muhim o'rin egallaydi. Undaqda bu mas'uliyatni shakllantirish uchun xalqimizning national aspiration deymiz, ulusal irodasi muhim rol o'ynamadi. Xalq nima qilish kerak? Shu mustaqillik yo'lida nimani qilish kerak ham nimalarni qilmaslik kerak? Xalq muhim rol o'ynaydi. Chunki xalq qo'limizda mustaqil bo'lishimiz kerak deb o'tirib chiqqan kuchlarni keyin xalq bo'lmagan ekan yetim qoldirildi. Chunki bunday kuchlar hozir dunyo vaziyatida
birisi kelib ham seni mustaqil qilib qo'yaydi, seni qo'llaydi deb iqtisodiy va boshqa jihatdan yordam bunday kuchlarni kuchaytirganligi. Chunki bundan mustaqil bo'lgani uchun birisi kelib ham seni qilib qo'yaydi deydi. O'zimiz bir mustaqillik kuch, mustaqil bo'lamiz degan bir kuch o'ttirg'i chiqib, butun xalq tarafidan qo'llanmoqda. Onun da iki hakikat dünya ama zamanda bir küçük baydı. Çünkü nasıl baydı? Kim bu kalıp? Aydınca siyasi, aydınca kimliği nime? Ne bulmakçı, ne bulmakçı, ne için bulmakçı da soraydım. Sen akıllarında yapamayla ben müstakil koyaydı. Bunu verip, onu verip, bunu verip kollaydım. Şunun bizim hakkımızın açıdan müstakilini kollaydı. Müstakilini yolda bağın biz kızıl sızkımız yine. Muşu için küreşlerimiz yani elektriklaştırmakta başka hak olmamalı diye bunu kollaydı. Çünkü başkalarının peşisi, başkalarının başvurulan yolu çıkarması özümüzün meydanda turuş için çıkarılan bir olan diye bunlar. Bunu oluşuyor. Halkın kolluğunda bundan oturup çıkarttılar. İşin kımısı oldu. Çünkü halk pahalı meydanda. Halkın payışını dört alanda takıldı. Bunu dört alanda bulmaydı ama bu xalqning qurilishi birinchi o'rinda turdi. Bu pek muhim. Xalqni men otalarni qo'llayman, motalarni qo'llayman, ishni qo'llayman, qilyaptilarmi? Ay men sizlarga bu qanaqasi ish qilgan bo'ladi? Ish qilyaptilar. Bir ish qilib bu ishni qarash kerakda. Bu ishning natijasini biz nima bo'lamiz? Bu ish orqali biz nimaga erishdik deganni kerak bo'ladi. Shundan ish qilyapti, uni qilyapti, buni qilyapti. Ko'ryapmiz, qilyaptilar bor. Alloh olsun, lekin buning natijasiga muqarrar kerak. Shu bo'yicha qo'llash kerak. Natijasini baholashgan bilanchi. Shuning bu xalqning qo'llashi birinchidan pek muhim. Ikkinchidan mushu yana takrorlanib, butun xalq qo'llagan o'zimizning ichida mashhurlashmoqda. Biz xalq bizning birdan bir tanlash yo'limiz mustaqillik. Onundan başqa yolumuz yok deydiğin irademizni, gücümüzni gösteriş ve bunu birlikte kilerişimiz gerek ve bunu gösterişimiz gerek. Bunun da başka tanlaş yolumuz yok. Kilerin vakitte onun da halka dünyamı bizden kollar. Bunun bayağı kırgınçılık doğrusu dedi. Xitay bizge kırgınçılık vardı bazı. Kırgınçılık doğrusu kitabını Kırgız'dan neymiş ki Kırgız'dan? Çünkü bir millet kırgınçılıkla uçurağı bolsa u xalq mustaqil bo'lmoqcha boshqa tanlab yo'li bo'lmaydi. Chunki yo'qolib ketadi o'zi. Odatda davlatlar avtonomiya huquqini bergan bo'lsa, fuqarolar huquqini bergan bo'lsa, mustaqil bo'lib nima ish qilsa, mustaqil bo'lishning hojati yo'q-da. Shu huquqda yashaydiganlar qaradimi? Seni hech qanday qirg'inchilik qilmasa, huquqingni dafsanchilikka uchirmasa, sen bu davlat besilgan tajovuz qilingan ziminda bo'lmasan, xotirjam huquqing yapaveradi inson. Bizning Kubek sana Kubeklarga imkoniyatlarga o'xshash muomala qiladigan uchun agar referendum qilinib bir huquqlarimiz dafsini bo'lindi deb nima vot olamizmi, bilet olamizmi, mustaqil bo'lamizmi, shunda bilet olamizmi, mustaqil bo'lsa deydi. Shuning bizga bunda avtonomiya huquqini 70'den beri yağan bir bakın Xitoy unimi bendi. Uni talab qilib, nasıl peynimizga chepinib talab qilib, uni bo'lmagan hatto qirg'inchilik bo'lgan. Sen shunday bir huquqni bergan vaqtida olsan mustaqillikni, chunki sening davlating agar mustamlika besilgan zimin bo'lmagan bo'lsa, unda ham bu yerdan ayrilib chiqmaydigan huquqing yo'q deydi. Xalqaro bunda beka-bekadan ayrilib chiqadigan bir huquq yo'q. O 100 necha davlat va xalqlar bor kurashdi. 800 necha til bor, tilim boshqa, dinim boshqa bo'lganligi uchun ayrim bo'lmadi. 800 dan ortiq xalqmannisi bu yerda mustaqil bo'lmadi. Bir-biri bilan ham urushsi bo'ldi. Bunda qilishni xalqlar qilmaydi. Shuningga bu yerda bizning shaxsimizga qirg'inchilik qilayotgan xalqning mustaqillikdan boshqa yo'li yo'q. Bu xalq qonunga bor. Mushu bo'yicha asli biz u yerda mustaqil bo'lishimiz kerak, nechun kerak bizni. Ammo shu vaqtda yurishni, men qirg'inchilik qilmadim, hech nima qilmadim. Shu vaqtda bizni besivag'imni yurishni, tishqila azib qildi. Shu vaqtda bizni azaldan mening bilmamda qanday diplomatik munosabatlar bor. BDT'lik asli, ney asli bir savdo munosabati, ammo ancha ayni policy
e'tirof qil, uningdagi sen bir to'g'ri qilmading. Aynan birinchi shart shu. Nima uchun bundan qo'rqdi? Chunki mushu shartlarga biz tushimiz, biz mustaqil bo'lib ketamiz, Xitoy buni yog'on kerak. Shuning uchun. Bugungi kunda biz Xitoy bilan erishimiz kerak. Xitoyning deganini qilayotganini qilmaymiz. Xitoyning yurishayotganini ichki qarshilik, uning qarshi qilamiz. Endi ikkinchi qiladigan ishimiz xalqniki bizni qo'llashidan bizni nima demak, endi mustaqillikni qo'llaydi, ularni qo'llashdan boshqa mustaqillik programmasi asosida bu elitlar mustaqillik qizg'inida turadigan bir programmatik strategiya tutar chiqish kerak. Programmatik bir strategiya bo'lmay turib, mustaqil bo'lamiz deb og'zida to'lab qo'yish bilan mustaqil bo'lmaydi. Bu programmatik strategiyaning birinchi bosqichi ishimizni mashrulashtirish, tishimizni mashrulashtirish, mas qadam bilan boshqa qadamlar ya'ni davlat qurolini bir ajendani tuzatish kerak, ajendalarni tuzish kerak. Bu davlat qurish ajendasida necha fikrga bo'linib, odatda shu elitlar mustaqil boshqargan xalqlarni qo'ygan, xalq qarayapti ekan, elitlar kelmaydi. Chunki biz minoritning rasti, birsi kommunizm taraqqiyot ma'noga o'zini ekologiya bo'yicha, birsi kapitalizm yoki boshqa ideyasi bo'yicha ma'lum ekan, birsi yana boshqa bir ideologiya bo'yicha ma'lum ekan. Bizning davlat qurish ideologiyamiz, ya'ni bir statehood ajendalarimiz bo'lishi kerak. Bu ajendani o'tirib qo'ysak, xalqaro aslında bu ajendani o'tirib qo'yish uchun xalq keraklik buning uchun ayg'ishidi agar o'tirib qo'ysak. Buningda shu elitlar bo'linib necha yoq islomiy davlat quramiz, yoq talib quramiz, yoq demokrat quramiz, yoq Xitoy bilan yashaymiz, yoq avtonomiya olamiz deb mushunda sa'atga bo'linsa, mushta bo'lganlik uchun bizning hozirgi statehood ajendamiz qanday bir davlat quramiz degan. Xalqqa qo'ydi, bo'pti, sen mustaqil bo'lmading, sana yordam qilaydi. Qanday davlat? Sening davlating qanday, siz qanday? Xalqaroning xavfsizligiga sening davlating paqshamdu yoki ko'p qo'shadi. Sen geostrategik jihatdan, geopolitik jihatdan qanday rol o'ynay olasan? Buni qaraydi. Shu ajendani bek muhim. Xalqning manfaatini, Sharq Turkistonning manfaatini o'ylamay, elitlar mushta o'zining shaxsiyatidan chiqolmay, hozirdan xiyol qurib Uyg'uristonni, Sharq Turkistonni, xalifalikni yoki sekularizmni, buti deb mushunda so'qashdan qochib bo'lsa, statehood ajendani tuzalmay, ham Sharq Turkistonning mustaqilligini mashrullashtirolmaymiz. Ma elit bo'lganlar o'zini elit desa, vatan uchun ish qilaman desa, Sharq Turkistonning mustaqillik manfaatini, milliy aspirashini birinchi o'rin qo'yish kerak. O'zining izimlaridan, ideologiyasidan, shaxsiyatidan olib birinchi o'ringa qo'ya olish kerak. Uningki birlashib statehood ajendani tuzib chiqaradi va shu bo'yicha qilmoqchi. Hozir bizning beshimizni og'ritayotgan, anamizning beshini og'ritayotgan bir masala bor. Masalan, hozir Xitoy Sharq Turkistonda erkak qirg'inchilik qilib kelyapti. Erkak qirg'inchilikni ilib berish jarayonida nurg'un elitlarimizni, o'sha ahvolimizni tushunadigan, Sharq Turkiston mustaqillik yo'lida bosib ma'nolarga ayttirimizni o'tadi. Sular qamari undan qolganini xitoylashtiradi. Undaqda hozir biz dedik, xalqimizning national aspirations, ya'ni ulusal irodasi muhim o'rinda turdi dedik. Lekin Sharq Turkistonning ichida u narsa hozir yo'q. Uning kim bo'lish ehtimoli az. Undaqda biz qanday qilishimiz kerak? Chunki diasporaning sirtidagi Sharq Turkistonliklarning soni az. Biz vakillik qila olamiz shu ulusal irodaga. Sharq Turkistonning ichkidagilarga qanday bir shakl shuni bildiramiz yoki ularning roli degan bo'ldi. Men Sharqdan xalqni butunlay, qisqa muddat ichida butunlay yo'qolib ketadi deb o'ylayman. Ammo buni ham o'ylash kerak. Nega taraflama? Ya'ni agar Xitoy qirg'inchilikni davomlashtiradi, agar butunlay tutib qolsa, bizning xalqimizga nasib bo'lib vaqt kelgan bu yoqni avtonomiya bo'ldim, yoki Xitoy bilan yashab turibsiz. Qanday qilamiz deganlarni o'ylash kerak. Mushlarni bizning state ajendalarimiz, programmatik strategiyaning kichik narsa. Buni bir aqlimiz qanday qilamiz? Ham diasporadagi xalqlar ozligini bilmaydi. Diasporadagi xalq garchi hozir 1 millionga yetmagan deb o'ylayman, ammo uningdan oz bo'lgan taqdirda Sharq Turkiston vakillik qilgan bir odam olgandimi, vaqt kelganda buni uyg'otib ko'tarib chiqqan bo'ldi. Bizning
Türkistan'ın içindeki halkının dışını yüzüp bütünlüğü farklıken takılımı. Bu tarih yok etkin yok. Bu eski zaman, burunki zaman mesela tarihli öydürken yok ve işte bilemem olan şey yok. Xitayning minishligini, qirg'inchiligini, bu faktlar ara dünyada saqlanib qoldi. Buni biz o'tirib qo'yamiz. Turkistonning ichidagi tarixda samada bo'lgan xalqlar kimligini qayta qo'yib Eskadili, İspanya. Şu Baskuriyan mustaqil bo'limiz deb kurashdi bu. Shularning mustaqilligini bir adam ko'tarib chiqqan. Ular o'zining bir mustaqil tarix bo'lishi tegishli tarixligini bilmagan desin. Yo'qab butunlay isfonlashib boshlab bo'lib ketgan. Bir adam o'z bir bayrog'ini ijod qilsa, aslida unda bir bayroqmi bo'lib qolmagan ekan. Ularning unda bir biznikidek davlatimi bo'lib qolmagan ekan. Bizning tayyorlarmi bir bayroq sizlab o'zi. Eskadil deganlarki Baskuriyan territoriyasida shu yozib shu adam ko'tarib chiqib, bundaqda biz qanday kimlik bag'adimda bizma boshqa o'xshamaymiz. Biz jannatda tunji qitim yaralgan insonlarmiz deb shunda bir narsani ko'tarib chiqib, oshi diyaning oxirgi xatmishlig'i oxirida necha günlük ketgan keyin fikrlari mustaqil bo'ladi, avtonomiyasi bor, lekin buni men tafsir qilsam bo'ladi. Ashta bu. O bizning diasporadagi xalqni ozgina bo'lmaydi. Vaqt kelganda bir adam asli Sharq Turkistonning mustaqilligi o'lmaydi. Hech qachon bundan mustaqillik kurashda o'lgan, yetim qoldirilgan, shartli qilgan, boshqarilgan o'lgan emas. Fursat kelganda qayta dirilgan. Bundan so'ng mening mushti bo'lib so'raydigan bir savolim bor. O'sha xalqaro qonunda bo'lib BDTda o'sha miyasiz yurgan xalq, irqiy qirg'inchilik uchragan xalqning o'zininki miyasiz yurishi bilan ulusal irodasi vakili qilolmaydi xalq to'g'riliq müştiyatda bir shu ashlar masalan bu haq irqiy qirg'inchilik uchradi, ham sirtdan orib etildi, undaq advokatsin bo'lmadi, tarixidan ayrıldı, yolg'on tarixdan tarbiyalandi. Shuning uchun bular o'zining kimligini uqmaydi. Bularga vakillik qilgan bir turkum odamlar shular ulusal iroda vakillik qila oladi degan mundaq shaklda. Chunki siyosiy nemisi yo'q, huquqi yo'q Sharq Turkistonning ichidagilarining. Shu jihatdan bu shuning bu qo'ymishlar. Mushlar jihatda bir xalqaro qonun bormi? Masalan, sirtchilar shuni yetaklab muomalaydi, biz vakillik qiladilar. Albatta. Umumiy yig'inni u qonun emas, ammo resolution qarori 742 qaroridan shuning deydi bir davlatning mustaqil bo'lishi uchun qanday bir shaklda bo'lishi kerak narsa. Unda deydiki bu xalq erkin holda o'z irodasini belgilayishi kerak. Sharq Turkistonning ichidagi xalq erkin emas. Ular erkin holda o'z irodasini belgilayolmaydi. Masalan, İlham To'xti statistik axborot berib maqsad avtonomiya bo'lib chiqargan bor. Onun keyin statistika peki azadlardan bir ikkinchisiga u xalq erkin emas bu yerda. U o'z irodasini erkin ifoda qilolmaydi u yerda. Shu odam tinchlikni erkin yerda boshqa narsa qilishi mumkin. Shu bu statistika legitimate qonun emas bu statistika. Shu xalq o'zining irodasini ifoda etgan cho'qim erkin bo'lishi kerak. Erkin bir holda Xitoyning zulmidan, bosqinchisidan mustasno holda bu qarorni beradi kerak. 742 resolution garchi davlatlarni bir-biriga bog'lagan qonun bo'lmasa-mu, ammo bu nurg'un resolutionlar shu davlatlarning reputationiga, siyosiy munosabatlarga, diplomatik munosabatlarga ta'sir ko'rsatib uchun cho'ng rol o'ynaydi. Uning ustiga agar xavfsizlikdan itiraf qilinmoqda, xavfsizlik bormi? Xavfsizlik tarafidan itiraf qilinsa, bunda resolutionlar qonun doimiy ketadi. Undan keyin agar bu resolutionlarni shu nurg'un davlatlar shu qarorlar praktik qilib ishlashsa, bu amaliyleşib, ya'ni customary law, qonun doimiy ketadi. Shuning bu bir qarorni nimadan chiqarilgan umumiy yig'indan chiqarilgan kuchi yo'q demaymiz. Chunki buni praktik qilgan davlatlar bor, mustaqil bo'lganlarning hammasi buni praktik qilgan. Shuni buni bayonot qilish, bog'lash kuchi bo'ldi davlatlar. Hozir biz bilgandek nurg'un tashkilotlar o'z taqdirini o'zi belgilash yo'lidan undan sirt o'zini Xitoyning ichidagi bir ethnic group, minority group, asosiy millat yoki indigenlar e'tirof qilganlik uchun ularning oxirgi yo'li, manga yo'li ichki jihatdan o'z taqdirini o'zi belgilash bo'ldi. Bu to'g'ri biz nurg'un
sizning maqolalarınız oqqan oldu. Yani kitabınız bu doğru yazılıptı. Ama kitabınızdan anladığı bir babıda Xitayninki Şərq Türkistanlıqlarının öz işki cəhətdən öz tərəfindən özü belgələşki bəgən vədisini buzğan degan bir bab var ekan. Shu to'g'riliq bizga bir ozroq tushuncha bergan bo'lsangiz, shuni bilan biz programmamizni aqlashtirgan bo'lsak. Bu kitap unda bir ne var, onu hatırlayamadım ama bir yer var. Avtonomiyan Xitay bizga mesela bayağı sözler ötürü öz taqdirini özü belgiləyən taqdir və işki cəhətin buldu. Bunu nurgun qetirmə sözləyən. İşki cəhətin deyəndə şu bisiga bizning mustamlaka qilgan davlatning ichida haq huquqlarini elish bo'ldi. Indigenous people'larning ularning alayida bu huquqlari bor, o'z oldiga o'zlariniki mustaqil bo'lmaydi. Ashunda ishki jihatdan elish huquqlari, ya'ni ishki jihatdan huquqlarini elish, avtonomiya bo'lish, avtonomiyaga butunlay mustaqil bo'lganlik bo'lmaydi, chunki askarini tutuldu. Belki internetni tüketmekligi mümkün. Yani biz ikinci klass yapılır. Yanılan biz bir kınırlık olumuz. Özün öz soraydı da birinci başlık uygun koysun. Şunun var boylu Xitay burumu şunda qılgan qağat yüzü bergan. Hatta bizden iqtisadi huquqimizdan bərməyən, kultural huquqimizdan bərməyən. Şunun datsa failed atom. Yani bəg emas soğan. Boylu berib məğlub olgan emas. Uygurlar soraq qılgan Xitay bunu bərməyən. Bərməyən ahvalda bu yerdə çok biz başlaşmamız yok. Müstakil oluşumuz gerek degenge bana. Mesela Allah'lar bu demek Rusya'daki. Şular avtonomiyanı bəsimi Rus özləri almayan bir yere var. Çünkü biz müstakil bulmuşlar. Tuluq avtonomiya hukuku degen. Keyin bular müstakil bulumuz yaptı. Ninde bulamadı kelişimlerde katlara degende. Aşı sana bəsim özün anladın o avtonomiyanı. Senin avtonomiya hukukunu batıl sağlayın. Bak köbekli mi aşağı bulmak? Köbekli sen halkayla şunu bütün Kanada başka ülkelerdeki halklardan şirketler bunun çıkaran hukuklar diye avtonomiya hukukudur. Onda bu bir devlet olan şu devletin içinde okşaş hukukun olsa, beraber olsa müstakil bir şunun imajeti deydi halk. Şu avtonomiyanı alınızda already allaqachon Xitoy bizga bərmidi, alamdı, bo'lmadi degan narsani biz yana bo'ladi olamiz desak, bu qanday ko'pchilik deganda bu Xitoy bir demokratik davlat o'sgan. Tamam, Xitoy parchalandi, demokratik davlat kirdi, demokratik bir davlatda avtonomiya huquqini olgani bo'ladi desak. Bu Xitoyga demokratik bir sistem emas. Onun sizin qanday saylanish huquqi bo'ladi. Demokratik sistem bo'lmagan yerda saylanish huquqi bo'lmaydi. Birli partiya, Xitoy Kommunistik partiyasi vakillik qilamiz. Sharq Turkiston hatto u yerda avtonomiya huquqini ilib, u yerda partiya bo'lib kirib, hukumatning ichiga kirib, huquqlarni tutib, Ispaniyadagi katalonlarda uchun. Uniki biz mustaqilligimizda bir referendum qilib, uchinchi bosqichga o'tadigan unda bir ish faqat mumkin emas menimcha. Onun qanday mümkün bo'lganda Xitoy shunday qarashini demokratiyaga kiritish kerak. Demokratiyadan transform bo'lib o'zgarib bir demokratik davlat bo'lib ketish kerak. Onundan keyin biz avtonomiya huquqimizni olsak, shu davlatning ichida siyosiy huquqlarimizni olsak, onundan keyin biz mustaqil bo'lib da'vo qilgan bo'ladi. Unda Xitoy masalan rejim change Amerikaning rejimini o'zgartirish deganda mag'lub bo'ldik. Masalan hozirgacha g'alaba qilmadi uni nima so'zladi vice president nima Trump'niki vice president bor o'zi shu Amerika necha yildan beri Xitoyni demokratiya qildi deb bunday yo'llar andaqlar WTOga kirib nima tashkilotlar andaq qildik amaliyotda biz mag'lub bo'ldik, Xitoy demokratiyaga kirmadi. Bu Xitoyning sistemsida bu hammasi deganda xalqning kommunist. Onun üstüne bizga aytganlar hammasi tajovuzchi o'zini davlat qo'llaydi, back nationalist. Bunda ahvolda bu Xitoyning demokratik bu Xitoy demokratik kirmagan bir davlatda, demokratik sistemasi bo'lmagan bir davlatda biz avtonomiyani, uningdagi mustaqilligimiz deyishni ko'paytirish, uning ustiga bundan deylik bu şu demokratik kirdi. Biz avtonomiya huquqlarimizni oldik. Yanada bizniki u Xitoyniki bilet atılsa, o Xitoyning United States biz bek az, Xitoyniki Kongress parlamentga berib,
biz bir özümüz vakit bulduğun bir parti bulduk da müstakil olmamız desek, yanamam demokratiya kirgen Kataloniyada bulamı İspanya? Bulamı diye. Yana açık. Şunun gibi bu yolun ahiri bektas onundan hemen nasıl uçkaşları boğun yaptı. En mühimi özümüzün kim boğanımız, siyasi kimlikimiz başkalar tapan şekilde, başkalar yarattığı şekilde bulması gerek. Özümüzdeki özümüz yaratışımız gerek. Neymiş ki bizim sitemizle başkalar koymuş gerek. Neymiş ki bizim hayatımızla başkalarsız iş gerek. Biz kim olsak, nemin arzu kılsak, şu yolda mı yaşamamız gerek? Şuna Bugungi suhbatimiz müşahici bo'lsin, Ruqyat Turmush xonim, sizga rahmat. Asosligi bugungi suhbatimizdan chiqqan yakun Sharq Turkistonning mustaqilligi, diaspora turayotgan Sharq Turkistonliklarning ulusal irodasidan cho'ng bog'lanishli bor ekan, chunki Sharq Turkistonning ichida turayotgan xalqimizning siyosiy huquqi bo'lmaganligi uchun biz o'zimizning ulusal irodamizni har oqib aks ettirib turishimiz kerak ekan. Bunday bo'lsa, Ruqyat Turmush xonim o'zingizning qimmatli vaqtini berib, mushu bizning bugungi suhbatimizga qatnashganligingizni rahmatini bildiraman. Biz programmamizni müşahid avtorlashtiraylik. Manas daryosi bo'yicha tashrifchilikdan emas, Talas daryosi bo'yicha shijoatni e'lon qilamiz. Omon bo'linglar. rahmat. Amin.